Assalomu alaykum, hurmatli bizni Instagramda kuzatuvchilar. Mana shu joyda ilgari bundan 2 yil oldin qilingan sistema kotelini almashtiryapmiz. Mana yana lider kotelidan qo'yapmiz, xudo xolasa. Bu rashtilbak bu ham ochiq sistema bo'lgan. Hozir yana ochiq sistemaga chiroyli qilib montaj qilamiz. Bundan oldin kotel mana shu bo'lgan. Endi buni ham yomonlashmas, bu ham o'z davrida legenda kotellardan edi. Hozir esa bunaqa kotellar chiqib ketib, bunday kotellar chiqib ketgandan keyin ular endi davri sekin-sekin o'tmoqda. Xudo xolasa bitta ispitaniya va yana jarayonlarni qo'yamiz. Bizni kuzatib boring. Like va podpiskani ayamaysiz degan umiddamiz. Mana kotelni ham o'rnatib oldik, xudo xolasa. Eski sistema, yangi kotel 50 gradus. 50 gradus ko'rsatyapti. Parag o'chgan. Dimoqotlarni chiqarib, mashina teshganda o'zi orqasidan chiroyli qilib yamadik. Kuzatib boring, yangiliklarimiz yana oldinda.